Bahor mavsumi uchun bizada yangi fasl so'rayotgan qizlajonlarimiz, muslimalarimiz judayam ko'p. Qizlajonlar talablaringizga binoan shunaqa chiroyli bo'lgan fasonimizni sotuvga chiqardik sizlar uchun. Bilasizlar, do'konimizdagi 90% kiyimlarning ichidagi bazasini o'zini alohida kiysanglar bo'ladi. Bu ko'yligimiz ham xuddi shunaqa variantda. Ichidagi bazasini o'zini skromniy ko'ylak sifatida bemalol ko'chalarga kiysanglar bo'ladi. Ustidagi nakitkasini tashlab olib turib, to'ylarga, har xil yig'inlarga bemalol kiyib borsanglar bo'ladi. Nakitkasida shunaqa chiroyli bo'lgan shakldalar tikib chiqilgan, juda ham chiroyli turadi qizlajonlar. Nakitkasini usti shlefli qilingan, shunaqa uzun orqa qomatinglarni umuman bilintirmaydi. Shunaqa zamochkalar qilingan, udobniy bo'lishi uchun kiyishinglarga. Ro'mol diademalarni moslab turib, shunaqa to'y uchun luk qildik qizlajonlar. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Do'konimizda sotuvda bor. Hammalarni do'konimizda kutib qolamiz.